Terini parvarishlash oson. Buning uchun sizga 3 ta mahsulot kerak bo'ladi. Tozalovchi, namlantiruvchi va quyoshdan himoyalovchi krem. Lekin bu 3 ta mahsulotni hammaga ham tavsiya qilib bo'lmaydi. Chunki teri turlarimiz bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun avval teri turini aniqlash va bundan kelib chiqib mahsulotlarni tanlash kerak. Teri turini qanday aniqlaymiz? Buning uchun yalang'och yuz testidan foydalanishimiz mumkin. Yuzni suv va tozalovchi vosita bilan tozalab yuvasiz. Keyin toza sochiq bilan quritasiz. Yuzni quritayotganda sochiqni yuz terisiga ishqalamang, balki ko'p marta tekkizish orqali quriting. Hech qanday mahsulot surtmaysiz va issiq yoki sovuq bo'lmagan sharoitda 1 yoki 2 soat kuting. Yuzingiz qanday ko'rinish tus oladi va sizga qanday tuyuladi, shuni kuzating. Agar yuzingiz yaltiroq ko'rinsa va yopishqoq tuyulsa, bu yog'li teri hisoblanadi. Agar yuzingiz quruq, qattiq bo'lsa, bu quruq teri hisoblanadi. Agar T zonasida yaltiroq bo'lsa-yu, lekin yanoqlar quruq bo'lsa, bu aralash turga kiradi. Ortiqcha quruqlik yoki yaltirash kuzatilmasa, bu normal teri turiga kiradi. Qizarish, qichishish yoki osongina achish sezilsa, bu teri sezuvchan teri turiga kiradi. Teri turi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Bunga quyidagi omillarning o'zgarishi sabab bo'ladi. Iqlim, yosh, gormonal fon, teri parvarishlash odatlari. Hop, nega endi bu turlarni farqlashimiz kerak? To'g'ri va effektiv mahsulotlarni tanlash, noto'g'ri mahsulotlarni ishlatish orqali teri muammolarini kelib chiqishini oldini olish uchun, vaqtingiz va pulingizni tejash uchun. Teri turini bilish bu xuddi yangi kiyim sotib olish uchun tana o'lchamini bilishdek gap. Bu orqali sizga mos, qulay, o'zingiz xohlagan ko'rinishga ortiqcha ovoragarchiliklarsiz erishasiz. Terini parvarishlash nimaga kerak? Inson terisi tanamizdagi eng katta a'zo hisoblanadi. Uni to'g'ri parvarishlasak, u o'z vazifasini to'liq bajara oladi. Toza va sog'lom teri bizni husnbuzarlar paydo bo'lishidan, erta qarishdan va quyoshdan keluvchi ultraviolet nurlardan himoya qiladi. Kishining yuz terisi sog'lom va toza bo'lishi uni umumiy salomatligi va yuz terisiga e'tibordan darak beradi. Bu xuddi har kuni o'z tishini yuvib yuradigan kishi yoki unga e'tibor bermaydigandek gap. Bu esa shundoqqina seziladi. Bundan maqsad faqatgina chiroyli ko'rinish emas, balki sog'lom, toza va yorqin ko'rinish. Ushbu mahsulotlardan foydalanish bu bo'yanish emas, bu zararlardan himoya, teri sog'lig'ini saqlashdir. Terini parvarishlash uchun qanday mahsulotlar mavjud? Ushbu vositalardan ba'zilarini erkin doktor nazoratsiz qo'llash mumkin. Ba'zilarini esa ehtiyotkorlik bilan yoki doktor nazoratida qo'llash tavsiya qilinadi. Bularni belgilab ko'rsatib ketamiz. Asosiy parvarish: quyoshdan himoya kremi, sunscreen. Terini ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi. Kimyoviy quyosh kremlari ultrabinafsha nurlarini o'ziga singdirib oladi. Avobenzon, oksibenzon. Mineral quyosh kremlari ultrabinafsha nurlarini qaytaradi. Sink oksidi, titan dioksidi. Bular sezuvchan teri uchun yaxshi. Tonal quyosh kremlari himoya qiladi, yengil qoplama hosil qiladi. Keyingi guruh tozalovchi vositalar: kir, yog' va kosmetikani olib tashlaydi. Ko'pikli tozalagichlar yog'li yoki husnbuzarga moyil teri uchun eng yaxshi tanlov. Gelli tozalagichlar chuqur tozalaydi, aralash va yog'li teri uchun yaxshi hisoblanadi. Krem yoki sutli tozalagichlar terini namlantiradi, quruq yoki sezuvchan teri uchun yaxshi tanlov. Yog' yoki balzamli tozalagichlar yuzdagi kosmetikani olib tashlash uchun effektiv hisoblanadi. Odatda chuqur tozalash uchun ishlatiladi. Namlagichlar teri namligini saqlab, tashqi zararlardan himoyalashni kuchaytiradi. Losyonlar yengil, yog'li teri uchun. Kremlar quruq teri uchun. Gellar yengil, yog'li yoki aralash teriga mos keladi. Malhamlar yoki balzamlar juda quruq yoki sezgir terilar uchun. Retinoid, A vitamin hosilalari kollagen ishlab chiqarishni kuchaytiradi, teri yangilanishini tezlashtiradi, ajinlar va terida yorilishlarni kamaytiradi, husnbuzarlarni kamaytiradi va po'ralar yopilib qolishini oldini oladi. Pigmentatsiya va qora dog'larni kamaytirishda ham yordam beradi. Davolovchi parvarish, tonerlar yoki toniklar. Yuz tozalangandan so'ng terini keyingi vositalarga tayyorlaydi. Namlovchi tonerlar, glitserin, gialuron kislotasi bor tonerlar teri namligini oshiradi. Eksfoliatsiya qiluvchi toniklar. Bular o'z tarkibida AHA va BHA saqlaydi. Bular alfa gidroksikislota va beta gidroksikislota. Bular yuzni eksfoliatsiya qilib, terining ustidagi o'lik qismini tozalashga yordam beradi. Keyingisi balanslovchi toniklar. Yog' nazorati va pH balansini nazorat qilishga yordam beradi. Serumlar yoki zardoblar teridagi ma'lum muammoni davolash uchun qo'llaniladi.
namlovchi tarkibida gialuron kislotasi bo'ladi. Yorqinlashtiruvchi yoki terini oqartirishga yordam beradi. Bularni tarkibida vitamin C va niacinamid saqlaydi. Qarishga qarshi retinol va peptidlar saqlaydi. Husnbuzarga qarshi tarkibida salitsil kislotasi va benzoil peroksid bo'ladi. Dog'lar, yuz teksturasi uchun tarkibida alfa-arbutin, azelay kislotasi, eksfoliatsiya qiluvchi kislotalar saqlaydi. Eksfoliantlar o'lik hujayralarni olib tashlab, yangilanishini tezlashtiradi. Fizik eksfoliantlar, mayda granulali skrablar sezuvchan teri uchun tavsiya etilmaydi. Kimyoviy eksfoliantlar AHA, glikolik, laktik yoki BHA, salitsil kislotali. Fermentli eksfoliantlar yumshoq ta'sirga ega, bu mevalardan tayyorlanadi. Masalan, papaya yoki ananas. Ketma-ketlik. Yuzni parvarishida bir nechta vositalardan bir vaqtda yoki ketma-ket qo'llashga to'g'ri keladi. Qaysi krem oldin, qaysinisi keyin qo'llanilishini ajratish uchun ushbu qoidaga amal qiling. Qoida quyidagicha: suvli, gelli, losyon, krem, yog'li. Quyosh kremidan foydalansangiz, u eng oxirida, eng ustida bo'lishi kerak. Krem teksturasi, ya'ni mahsulotni qo'lga yoki yuzga surtganda qanday qalinlik, yumshoqlik, yopishqoqlik yoki yengillikda sezilishini bildiradi. Krem teksturasi quyidagi ta'sirga ega. Yupqa, suvli mahsulotlar tezroq va chuqurroq singadi. Qalinroq, quruqroq kremlar yuz ustida ko'proq qoladi. Teri turiga mos kelishi bo'yicha aytib beramiz. Gel va losyonlar yog'li, aralash va husnbuzarga moyil terilarga qo'llaniladi. Sababi yuz ustida qolmaydi va tez singadi. Kremlar va emulsiyalar quruq va sezuvchan teriga yaxshi. Oziqlantiruvchi xususiyatga ega va suvlantiradi. Yog' va balzamlar juda quruq va yetuk teri uchun yaxshi. Sababi namlikni saqlaydi va teri baryerini tiklaydi. Suvli mahsulotlar va serumlar, ya'ni zardoblar barcha turdagi terilar uchun, albatta tarkibidan, ya'ni ingrediyentlardan kelib chiqqan holatda. Yuz terisiga og'irliksiz, chuqur ta'sir qiladi.